ko'ryapsizmi? Tayyorlanish jarayoni. Mana hojatxonaning dorisi 4 kiloni solamiz. Plastmassa idishga albatta. Boshqa narsani eritib yuboradi. 4 kilo to'kildi. Hozir endi ustiga suv quyamiz. Kamida 10 litr. O'shanda ham suv 10 litrdan kam bo'lsa qaynab ketadi. Ko'proq bo'lsa ziyoni yo'q. Kimikal ishlashi 100%. Hop. Buna nima deymiz? To'rt kilosi bir kubba axlatni suvga aylantirib yuboradi. Suv bo'lgandan keyin yerga shimilib ketadi. Shuni hisobiga joy bo'shaydi. Eritdik. 5 sekundda eriydigan narsa. Erigandan keyin suv isiydi. Mana isib ketdi suv. Osh suvdan olingda ozgina. Böyle doğrumuz eridi. Kimikal. Şidini ham yo'qotadi. Garantiyasi bor. Bakteriya emas bu. Endi hojatxonaga quyayotganimizda olmaymiz. To'xtatib qo'ying.